Fizioterapiya va igloterapiya muolajalari qachon qo'llaniladi? Fizioterapiya va igloterapiya muolajalari bolalar va kattalarda quyidagi kasalliklarda qo'llaniladi. Bularga misol qilib aytishimiz mumkinki, og'riq sindromlarida, beldagi osteoxondroz, protruziya yoki griza kasalliklarida, bolalarda esa enorez, oshqozon chekish chemasligi muammolarida, bosh og'riqlarida, bosh aylanishlarida, qonlashining buzilishlarida fizioterapiya muolajalarini qo'llashimiz mumkin. Igloterapiya muolajasi bo'lsa, bolalar va kattalarda birdek qo'llaniladi. Bolalarda ko'rsatma agar bolaning yoshi igloterapiya muolajasiga to'g'ri kelsa, ya'ni bola tinch holatda o'tirib bera olsa ishlatiladi. U quyidagi kasalliklarda qo'llashimiz mumkin. Og'riq sindromlarida, yuz nervi nevritida, nevralgiyasida, uchoq nerv nevralgiyasida, enorezda va yana ko'pgina kasalliklarda ishlatamiz. Fizioterapiya muolajamizda bir necha turlari bor, o'z ichiga qamrab oladi. Bemorning kasallik turiga qarab shifokor tomonidan tanlab beriladi. Ularga quyidagilar kiradi: panaforez, magnit terapiya, elektroforez, bonka va tosh, issiq tosh orqali boshlanadi va oyoq va qo'llarga elektroforezli vannichkalar ham o'z ichiga qamrab oladi. Fizioterapiya va igloterapiya muolajasini shifokor tomonidan tanlab, bemorning klinik ko'rinishiga va shikoyatlariga qarab tanlab o'tkazilinadi.